quyosh bo'lib isib ketdi, davleniyalarim chiqib, saharlarim chiqib, boshlarim aylanib ketyapti. Shu koreyskiy jenshenni qirolichalar, podsholar iste'mol qilgani 350 minglik qimmatli qilyapti-da. Qayerdadir shu arzoni bor ekan, kimyoda qanday topsam ekan-a? Annyeonghaseyo. Voy opajon, tasodif qarang-a. Siz izlagan jenshen bizning do'konimizda arzon turadi. Oma, siz o'sha Instagramdagi mashhur jenshen qirolichasimisiz? Voy, aytishganda 350 minglik jenshen sizlarda haqiqatan rostdan ham bitta bankasi 165 ming won turadimi? Ha, xuddi shunday opajon. Haqiqatan o'sha 350 minglik aeroportda, aptekalarda sotiladigan jenshen bizda 165 ming wonni tashkil etadi. Voy, qanday yaxshi bo'ldi. Ko'pchilik sizlardan iste'mol qilib, davleniya saharlari normallashib shifo topishgan ekan. Ikkita banka olaman unda. Qani ketdik. Opajon, ikkita banka xarid qilsangiz, 165 ming won emas, sizga 150 ming wondan beramiz. Agarda 3 ta banka xarid qilsangiz, 4-inchisi sizga hadyaga beramiz. Fotima Zuhrashovga ketdik unda. Opajon, yaxshi ham sizni tasodifan uchratib qoldim. Bo'lmasa o'sha mashhur Fotima Zuhrashovni 500 kilometr uzoqlikdan kelib topolmay ketardim. Yaxshi bo'ldi-da. Oho, opajon, Koreya kosmetikalari, pillalar, jenshenlar, kitoblar, hatto dori-darmonlar ham bor ekan-a. Menga 3+1 qilib beraverasiz, opajon? Opajon, do'konimizga xush kelibsiz. Mana 3+1, ya'ni 3 ta xarid qilsangiz, 4-inchisi hadya, o'sha 100% lik jenshen ko'pchilikka sahar va davleniyaga samarali natija bermoqda. O'z yaqinlaringizga ham tavsiya eting. Rahmat, salomat bo'ling. Katta rahmat, albatta tavsiya etaman, chunki do'stlarim 350 minglik jenshen 165 ming wonlikka ishonish bergan. Albatta ularni sizlarga yuboraman. Salomat bo'linglar.